birinchi bitta edi tug'ilganda, bu ko'zi edi. Hozir bunisiga ham o'tgan. Tug'ilgandan boshlab yoshlanib, yopishib, axlat qiladi. Shunaqa. Lekin shish yo'q unaqa. 2,5 oylik bo'ldingizlar. Shunaqa. Uyga borganda ham shu mazani ishlatavering dedilar. Ishlatdim, lekin qana aytsam ko'payibdi-da o'sha. Ha. Ber. Ber. Bunisi ham ko'payibdi, bunisi ham. Shunday, ikkalasi ham shu yoshlanib o'tiradi. Ko'zi ochiq turganda ham ko'zini atrofida yosh o'tiradi-da. Yoshlanib yopishadi, shunaqa. Uxlaganda axlat chiqadi. Ko'zi ochiqligida yosh ketib o'tiradi faqat. Ko'z yosh kanali yopiq. Hozir tomchi masajlarni tushuntiraman. Qay qilasiz bir kun davomida? Ochilmasa keyin ochib beramiz. Masaj doim qo'l toza bo'lishi kerak. O'zini aytiramiz, tetrasligini mas qilib. O'sha men hozir bosib turibdi, ko'rdingizmi? Mana shunaqa qilinadi.